Ushbu ibodat soat milliga nisbatan teskari amalga oshiriladi. Nima uchun? Quyida keltirilgan ayrim ilmiy faktlar bu savolning javobini izlashga yordam beradi. Odam tanasidagi qon soat millariga teskari ravishda aylanadi. Atom elektronlari tavof kabi yadroning atrofida soat milliga nisbatan teskari aylanadi. Oy o'z o'qida soat millariga nisbatan teskari aylanadi. Yer o'z o'qida soat millariga nisbatan teskari aylanadi. Yer Quyosh atrofida soat millariga nisbatan teskari aylanadi. Quyosh tizimidagi sayyoralar soat millariga nisbatan teskari aylanadi. Quyoshning o'zi ham tizimi bilan birga galaktikadagi orbitasida soat millariga teskari aylanadi. Kosmosdagi barcha galaktikalar soat millariga teskari aylanadi. Bundan kelib chiqadiki, biz Ka'bani tavof qilayotganimizda butun borliq kabi harakat qilamiz. Ya'ni Allohning barcha maxluqi zarradan to yulduzlar to'plamigacha Alloh taologa hamd aytish yo'lida birlashadilar. Ka'bani tavof qilib aylanar ekanmiz.